Xo'p, bizda demak, muammoli masala ko'rib chiqamiz. Bobo nevaralariga yong'oq taqsimlab berdi. Bunda har bir nabiralariga bergan yong'oqlar soni 68 ning barcha bo'luvchilarini tashkil qildi, deyapti. Demak, hech qaysi nabirasi bir xil miqdorda yong'oq olmagan hamda Setora eng ko'p miqdorda, Vohid eng kam miqdorda yong'oq oldi. Malika va Vohidning birgalikda jami olgan yong'oqlari qolgan barcha, demak, har bir bolalar olgan yong'oqlardan ko'ra kamroq edi. Navro'za o'z yoshi miqdorida yong'oq olgandi. Uning olgan yong'oqlari Sardorbeknikidan demak kam, Jahongirdan esa ko'p edi. Navro'zaning yoshini aniqlang deyapti. Xo'p, demak 68 ning barcha bo'luvchilarini yozib olamiz. Bular 1, 2, 68 yana 4 ga bo'lsa bo'ladi, yana 17 ga bo'lsa bo'ladi, hamda 34 ga bo'lsa bo'ladi, hamda 68 ga bo'lsa bo'ladi. Mana shu 68 ning barcha bo'luvchilari hisoblanadi. Buning ichida Setora eng ko'p demak yong'oq olganligi ma'lum bo'lganligi uchun Setora demak 68 ta yong'oq olganligi ma'lum bo'ldi va bunda Vohid eng kam miqdorda demak yong'oq olgan, u bitta olgan bo'ladi. Shu joyda Malika va Vohidning birgalikda jami olgan yong'oqlari qolgan har bir olgan demak bola olgan har bir yong'oqlardan ko'ra kamroq edi, deyapti. Bu degani nima degani? Xo'p, Vohid va Malikaning yong'oqlarini qo'shsam, qolgan barcha bolalarnikidan baribir kam chiqadi deganda, o'z-o'zidan mana bu 1 va 2 ning yig'indisi qolganlardan ko'ra kamroq bo'ladi. Shuning uchun o'z-o'zidan Malika demak 2 ta yong'oq olgan hisoblanadi. Bizda bittani egasi demak Navro'za emas, ikkitani egasi Navro'za emas, 68 ta egasi Navro'za emas. 4, 17 va 34 bo'lishi mumkin. Endi gap ketdi mana bu joyda Navro'zani yong'oqlari demak ko'proq bo'lyapti, Sardorniki dan ko'ra kamroq bo'lyapti. Sardornikidan Navro'zaniki kamroq bo'lyapti, lekin Jahongirdan ko'ra ko'proq edi. O'z-o'zidan Jahongirda demak 4 ta yong'oq bo'ladi, Navro'zada 17 ta yong'oq bo'ladi va Sardorda esa 34 ta yong'oq bo'ladi. Aytildiki, masalan shartida Navro'zaning yoshini so'rayapti. Navro'zaning yoshi uni olgan yong'oqlari soniga teng edi. Shuning uchun Navro'zani demak yong'oqlari soni 17 ta bo'lgani uchun uning demak yoshi ham 17 ni tashkil qiladi.